Bu yangi chiqqan iPhone 17. Rangini qaranglar, juda ham chiroyli. iPhone 16 ga ham o'xshashib ketadi, lekin bu och fioletviy rangi. Mana shu iPhone 17 to'g'risida bugun sizlarga obzor qilib beraman va o'zimning fikrlarimni aytaman. Men Aziz, bu Texnogo kanali. Siz esa videoga like bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Oxirgi paytlar Pro modellari juda ham oldinga o'tib ketdi oddiy bazaviy iPhone seriyasidan. Hattoki iPhone 13 o'zini bazaviy seriyasidan boshlab 16-lineykasigacha hech qanaqa katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Boshqa odamdan iPhone ishlatib yurgan odamdan siz so'rasangiz ham, menda ikkita variant turibdi oldimda. iPhone 15 Pro ishlatilgan sotib olaymi yoki iPhone 16 ni o'zini sotib olaymi yangisini desangiz, 16 bilan iPhone 15 Pro ni narx-navosi bir xil, to есть yangisi bilan ishlatilgan demoqchiman. O'sha odam ham aytadiki, ahmoqmisan deydi, sen deydi, undan ko'ra iPhone 15 Pro sotib ol, iPhone 16 ni o'zini sotib olma, chunki unda ekrani 60 Hz, iPhone 15 Pro da esa 120 Hz, chunki 120 Hz bu kayf berib qo'yadi. Men qo'pol qilib aytgandim. Misol uchun, mendan ham kelib bu narsani so'rasa, men ham aytaman shaxsan, u ahmoq, iPhone 16 ni sotib olma, undan ko'ra 15 Pro sotib ol. Ertaga sen 1 yildan keyin ham iPhone 15 Pro ni sotib olishing oson, 16 ni o'ziga hech kim ko'pchilik qaramaydi va talab kam bo'lganligi uchun o'shaning uchun hech kim sotib olgisi kelmaydi, unga pul tikkisi kelmaydi deb aytadi. Shaxsan men o'zim ham shunaqa deyman. Yokida aytaman, senga Pro modellari yoqmasa, senga oddiy lineykasi yoqsa iPhone 16 ni sotib olmagin. Qimmatga tushib ketasan. Undan ko'ra sen iPhone 13 yoki 14 o'zini sotib olgan deyman. Bu iPhone 17. Hozir yondirib oladigan gap aytaman. Ba'zi bir Androidchilar xafa bo'lib qolishi mumkin. 2025-yilning eng zo'r telefoni mana shu iPhone 17 bo'ldi. Hattoki mashhur texnobloger Markus Brownlee o'zini YouTube kanalida e'lon qildi. Eng zo'r telefon 2025-yilning iPhone 17 bo'ldi. Hammani joniga tegan o'sha 60 Hz li ekran mana endi iPhone 17 da esa 120 Hz bo'ldi. Haqiqatan super smartfon bo'lib chiqdi. Endi iPhone 17 ga oddiy ko'z bilan qarash kerak emas, bitta ko'z bilan qarash kerak emas, ikkita ko'z bilan qarasa ham bo'ladi. Bu endi 128 GB lisi yo'q. Tushunyapsizmi? Buni 256 talisi bor va 512 GB lisi bor. 1 TB lisi yo'q. 256 tali sotib olasiz yoki 512 GB lisini sotib olasiz. Men yaqinda sotib oldim va yaqin insonimga mana shu iPhone 17 ni sovg'a qildim. Menga bu $1050 ga tushdi hozirgi kunda. Balkim undan ham tushgandir, balkim $1020 bo'lgandir, lekin men 10 kun, 12 kun oldin menga $1050 ga tushdi. Sovg'a qilgan insonim juda ham maqtayapti, maza qilib ishlatyapman dedi. Juda ham yoqdi menga deb aytayapti va iPhone 16-lineykasidan ozgina kattaroq, ya'ni bu 6.3 dyuym bo'lgan. iPhone 17 ni o'zi, iPhone 16 ni o'zi esa 6.1 dyuym edi. Ya'ni iPhone 16 Pro va iPhone 17 Pro bilan ekran dyuymi bir xil demoqchiman. Va kameralarni ham update qilgan, ya'ni ikkita kamerasi ham, ya'ni upgrade qilgan, ikkita kamerasi ham 48 megapiksel bo'lgan. 12 megapiksel, 48 megapiksel emas, ikkalovi ham 48 megapiksel. Va oldiga selfie kamerasi ham upgrade bo'lgan, u 18 megapiksel. Hattoki o'zimning iPhone 16 Pro Max'im oldi kamerasi, selfie kamerasi 12 megapiksel. Bu esa iPhone 17 ni o'zi esa 18 megapiksel. Tasavvur qilasizlarmi? Ozginadan keyin qaytaman. Reklama, integratsiya. Endi tushunasiz-ku. Oxirgi payt o'zimning smartfonimning batareykasi juda ham tez ketyapti. Meni uyimda har doim Wi-Fi muammo. Ba'zi bir paytda o'zimning internetimni ishlataman 4G da yoki 5G da. Chunki telefonimizdagi modem antennalar katta kuch sarf qiladi va biz turgan joydan va mobil aloqalarni antennalar esa 1 km yoki 3-4-5 km uzoqlikda bo'ladi va katta kuch bilan signal yuboradi. O'sha paytda uzilishlar bo'ladi va hokazolar bo'ladi va o'sha paytda batareyka energiyasi juda ham tez ketadi. Wi-Fi da esa kichik kuch bilan ishlaydi va bir nuqtaga signal yuboradi va uzilishlar kamroq bo'ladi va shuning uchun ham zaryadimiz ko'proqqa yetadi. Bu ZTE dan 5G Wi-Fi routeri. Unpacking qilamiz. Ichidan nimalar chiqadi?
Wi-Fi routerni o'zi mana blok pitaniyasi. Mana endi mana shu Wi-Fi routerni internet tezligini tekshirib ko'ramiz. Hozir mana bu ZTE 5G Wi-Fi routerini speed testda men test qilib ko'raman. Skorsini hozir o'zingizlar ko'rasizlar. 500 megabitdan kam emas. Mana 500 megabitdan kam skors bermayapti. O'zbekiston hududlarida mana shu routerdan endi siz 5G internetidan foydalansangiz bo'ladi. Router juda ham ixchamgina, katta emas, yengil, juda ham kompaktli va sumkangizga solib ham boshqa joyga o'zingiz bilan birga olib ketsangiz bo'ladi va dam olish maskanlariga chiqib ham mana shu routerdan foydalansangiz bo'ladi, chunki hech qanaqa ortiqcha kabellar ular o'tirmaysiz. Pitaniyaga ulaysiz tokka va sizda internet bor. Va mana shu routerdan hozir biz PUBG da necha ping berayotganligini ham ko'ramiz. Mana hozir PUBG o'ynab ko'ryapman. Mana shu Ucell Wi-Fi routerga ulanib olganman. Mana va millisekundini ko'rayotgan bo'lsanglar, umuman zadeshkalar yo'q. 20 millisekund beryapti. Bu juda ham zo'r, ko'payib ham ketmayapti, kamayib ham ketayotgani yo'q. Visoki kачествоda o'ynayapman va keyin umuman laglar yo'q, qotishlar ham yo'q. ZTE 5G bu kuchli va barqaror 5G uy routeridir. Ucell foydali to'plamni taklif qilyapti. Router plus 1 yilga 5G internetda 40% chegirma qilyapti. Ushbu to'plamni siz atiga 1.290.000 so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Taklif cheklangan. Agarda siz uyingizda haqiqiy 5G internetni xohlayotgan bo'lsangiz, ayni payti ulanish havolasi opsioniyada yozib qoldiraman va o'sha yerdan siz sotib olsangiz bo'ladi. Mana endi shu iPhone 17 bazaviy lineykasi iPhone 16 Pro bilan bemalol raqobatlasha oladi. 16 Pro Max bilan emas-ku, lekin iPhone 16 Pro bilan bemalol raqobatlasha oladi. Va iPhone 17 Pro Max dagi bor funksiyalar mana shu iPhone 17 ning bazaviy lineykasida hamma funksiyalar bor. Central Stance degan funksiyasi bor. Двойной kamera funksiyasi ham bor. Kamera kontrol knopkasi bor, action button knopkasi bor, ikkala kamerasi 48 megapiksel. Nima kerak yana? Nima kerak? iPhone 17 ning ekran maksimal yorug'ligi 3000 nit sizga bemalol yetadi. Va iPhone 17 ning batareyka samaradorligi ham ancha oshgan. Oddiy iPhone 16 ning bazaviy lineykasidan siz yana 8 soat ko'proq video ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu iPhone 17 da tinimsiz 30 soat video ko'rsangiz bo'ladi. Va sovg'a qilgan insonimdan ham men so'radim. iPhone 17 ning batareykasi qanaqa dedim. Zo'r dedim. Haqiqatan zo'r dedi. Bemalol menga yetyapti. Bir kunga bemalol yetyapti. Ertalab soat 7 da zaryadkadan olaman deyapti. Faqatgina kechqurun yotishdan oldin soat 10 da 11 da zaryadga qo'yaman. O'shanda uxlayapman bo'ldi deyapti. Boshqa zaryadga qo'ymayman deyapti. Bu degani bir kunga seyding sizga yetyapti degani. Tushunyapsizmi? Va juda ham kuchli chip o'rnatilgan A19 va sun'iy intellektdan ham qo'llab-quvvatlaydi. Haligacha ham Apple Intelligence to'liq ishga tushmasa ham, lekin qo'llab-quvvatlaydi va PUBG da esa visokida o'ynayapman, plus ekstremal, ya'ni 90 FPS qo'llab-quvvatlayapti. Plavniyda esa, plavniyda ham 90 FPS qo'llab-quvvatlayapti. Yana nima kerak? Batareykasi bir kunga yetsa, kamerasi zo'r bo'lsa, agar siz bloger bo'lmasangiz, kontent yaratmasangiz, mana shu iPhone 17 ning o'zi sizga mana bundoq emas, mana bundoq yetib ortadi. Ikkala kamerasi 48 megapiksel, ultra keng qamrovli kamerasi ham 48 megapiksel bo'lgan va tabiiyki asosiy kamerasi ham 48 megapiksel, 4K 60 FPS tushira oladi mana shu va 0.5x ham bor, 1x ham bor. Va optik 2x ham bor. Sizga kerak emas 4x, 5x, 8x. Kimga kerak? Misol uchun men iPhone 16 Pro Max'imda 5x dan foydalanmayman. Tushunyapsizmi? Nari borsa 2x dan foydalanaman va 0.5x va 1x dan foydalanaman. Mana shu foydalangan narsam mana shu iPhone 17 o'zida ham bor. 0.5x, 1x va 2x bo'ldi. Hattoki iPhone Air'da ham bu narsa yo'q. Tushunyapsizlarmi? 0.5x yo'q. Bunda esa bor.
va sizni mana shu iPhone 17 umuman uyaltirib qo'ymaydi. Sifatli rasmga tushira oladi, sifatli videoga tushira oladi ham va o'sha rasmlaringizni, videolaringizni xohlang Instagramga qo'ying, xohlasangiz Telegram storiesga qo'ying. Sifatli rasmga tushirganini o'sha boshqa odamlar biladi iPhone'da siz tushirganingizni. Hattoki mana shu iPhone 17 ni o'zi 5 yil, 6 yil ishlab beradi va softni, ya'ni iOS'ni 5 yil, 6 yil qo'llab-quvvatlaydi. Qaysi bir Android 5 yil, 6 yil softni qo'llab-quvvatlaydi? To'g'ri, ba'zilari qo'llab-quvvatlamaydi, lekin o'sha ba'zilari ham aytishadiki, 5 yil, 6 yil yangi soft keladi, har yili обновление keladi deyishadi-ku, faqatgina gapda, lekin amalda yo'q. Men ba'zi birlariga aytmayman bu narsani, lekin hamma Androidlarga ham emas. Lekin mana shu iPhone 17 menga realni juda ham yoqdi. Proga qaraganda ham va Pro Max modellarga qaraganda ham demoqchiman. Xullas, bu yili men nechta smartfonlar chiqqan bo'lsa, maksimal darajada obzorlar qildim. Androidlarni ham, yangi chiqqan iPhone'larni ham, iPhone 17 Pro ni ham, Air ham, Pro Max ni ham, S25 Ultra ni ham, S25 ingichka bo'lib chiqqan Edge ham obzor qildim va boshqa Redmi, Poco, Moco hamma deyarli ko'p telefonlar obzor qilib tashladim. Lekin bu yili eng yoqgan, men yoqtirgan smartfon mana shu iPhone 17 ni o'zi bo'ldi. Realni ajab emas, O'zbekistonda mana shu iPhone 17 ni lineykasi ham bozori top darajaga chiqib ketsa. Ranglari juda ham chiroyli. Endi bu rangi menga to'g'ri kelmaydi, lekin yashil rangi, oq rangi, qora ranglari ham va ko'k ranglari ham juda ham chiroyli. Apple biladi insonlarga qanaqa rang yoqishini. Tushunyapsizlarmi? Va o'shanaqa rangi oddiy lineykasiga tiqib qo'yadi, ko'rgan odam vau deydi. Realni siz ko'k rangini yoki yashil rangini olib ko'ring, tashqi tomondan odam ko'rsa, bundoq qaraydi, "Voy, dalil shunaqa iPhone bormi? Buncha rangi chiroyli buni" deydi. Javob: menga mana shu iPhone 17 mana shu yili nechta smartfonlar chiqqan bo'lsa va nechta smartfonlarni men obzor qilgan bo'lsam ham, lekin orasidan bitta mana shu iPhone 17 menga ko'proq va juda ham yoqdi. Narxi ham uncha qimmat emas. iPhone 17 Pro, 17 Pro Maxlar bilan unaqa katta farqi yo'q. O'shanda bajaradigan ishingizni mana shunda ham bajarsangiz bo'ladi iPhone 17 ning o'zida ham. Hattoki iPhone 16 Pro bilan ham bemalol raqobatlasha oladi mana shu iPhone 17 ning o'zi. Bekordan bekor mana shu iPhone 17 yilning eng zo'r smartfoni bo'lmadi. Men o'zimni fikrlarimni aytdim mana shu iPhone 17 smartfoni bo'yicha. Realni zo'r. Hattoki meni sherigim, hamkasbim Temur Xatamov ham mana shu telefonni yaxshilab chiqdi. Chunki haqiqatan zo'r, haqiqatan yaxshi. Sizlar bilan aziz bo'ldi va keyingi roliklarda ko'rishguncha, agarda siz kanalimga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Esingizdan chiqib qolmasin.